Xo'sh, Uch qahramon filmi O'zbekiston Respublikasi kinematografik agentligi hamda Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti buyurtmasiga binoan suratga olingan o'tkir syujetli drama, ya'ni boyevik, jangovar film janriga kiradi. Ushbu filmni g'oya muallifi, filmning bosh prodyuserlaridan biri bo'lgan Muzifa Sultonova hisoblanadi va ushbu filmimizni ishlab chiqarish jarayonlarida hayotimizdagi va o'zimning shaxsan ijodiy malakamdagi eng qiyin bo'lgan suratga olish kunlariga duch keldik. Sababi ushbu filmimiz ichki ishlar xodimini odatdagi kunlarida ko'rsatilgan qahramonlari haqida. Va mana shu qahramonliklarni ko'rsatish jarayonlarida voqeliklarimiz yuzasidan juda ham bir xavfli hamda murakkab postanovkali epizodlarga duch kelamiz va mana shu epizodlarimizni suratga olish jarayonida yosh jamoamiz uchun juda ham sinovli kunlarga ko'p to'la bo'ldi va mana shu sinovli kunlarimizni muvaffaqiyatli ravishda yengib o'tishimizda albatta bizim Qozog'iston tomonidan bizga yordamga chaqirib oldik. Haligi Nomad Stans degan kaskadyorlar jamoasi bor. Mana shu kaskadyorlar jamoasining yordamida o'sha murakkab sahnalarimizni muvaffaqiyatli ravishda hech qanday bir ortiqcha jabrlarsiz suratga olishimizga yordam berishdi. Qolaversa bu filmni nafaqat Nomad Stans sababli va boshqa jihatlar tomonidan xalqaro loyiha deb ayta olaman. Sababi filmimizda yana bir marta shu Qozog'istonimizdan mashhur aktyorimiz Tavkil Muslim bosh rollardan birini ijro etganlar. Tojikistondan Muhammad Ali ismli ustozimiz, aktyorimiz ishtirok etganlar. Kaskadyorlar jamoasida ozarbayjonlik mutaxassislarimiz ham bor va o'zimizning o'zbekistonlik qorako'zlardan iborat yosh jamoamiz juda ham uzoq muddat, ya'ni salkam 2 yil davom etadigan jarayonda ertayu kech tinmay mehnat qilib, ter to'kib mehnat qildilar. Qahramon endi asosiy hozirgi yoshlarni haqiqiy bir dolzarb mavzusi ko'tarilgandi. Hayotda shu ozgina buzilib yomon yo'lga kirib ketishi, vatanga qarshi bir isyon ko'tarilish, shunga o'xshagan bir masalalar ko'tarilgan. Endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, meni ko'rinishim bu yerda qahramon bo'lgan bilan salbiy anti geroyni o'ynaganman-da. Shunga jak rolni to'xtamoqchi emasman-ku. Demoqchiman, hozirgi yoshlarning muammosida, hozirgi kundagi muammosi aynan shu baribir vatanni sevish kerak, qadriyatlarni hurmat qilib, vatan uchun, vatan tuyg'usini his qilgan holda menimcha yashash kerak deb o'ylayman. Bu kinoda aynan mana uch qahramon nima deylik, PPS, gaishnik timsolida rol o'ynagan mana Shohrux Hamdamov 2 yil davom etdi. Juda qiyin sahnalari ko'p, grafik ishlatganmiz, kompyuterni grafiki. Hali hech qachon O'zbekistonda bunaqa grafik ishlatilmagan. Keyin joylari bor, furani ustida urishadigan sahnalar bor. Sizlarni mana qozog'istonlik kaskadyorlik qildi, juda hurmat qildik. Kun issig'ida harakat qilib, furani ustida urishib, kaskadyorlarsiz o'zimiz ijro etdik-da. O'shanga bolalarga rahmat, mazza qilib ishladi. Menimcha kelsa kerak hozir. Qanot degan taniysizlarmi yo'q? Shular bilan ishladik, shunaqa mazza qilib. Baribir to'xtata olmaymiz, foydasi yo'q. Alg'a! Alg'a! Bilim bu qavmda. Mencha aytardimki, albatta tushib mana shu filmni ko'ringlar, ko'p narsa o'zingiz uchun olasizlar. Hozirgi kundagi dolzarb mavzuni shu filmdan aynan ko'rasizlar va o'ylaymanki, vatan uchun, vatanga bo'lgan muhabbat, hozirgi mana shunaqa bir alg'ov-dalg'ov paytda zamon tinchligi qanchalik muhimligini his qilib chiqib ketasizlar va hukumatga kattakon rahmat deb aytib chiqib ketasizlar mana shu filmni ko'rib.